Hammaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun bize 9 marshrutkani oxiridagi 9 etajli domlarni yonindamiz yana. Pastindamiz. Shu arkamda ko'rinib turgan 9 etajli domni 8 etajında 60 metr kvadrat satışa çıkan ortaklar. Bu joyni evvel ham reklama çıkarganmiz. Bu çıkarışımız ikinci safar reklama çıkarış ortaklar. Evvel 360 milyon başmazam deb koyardık. Hazır arzonlashgan narxında koyup turibmiz. Shuning uchun o'tirmang ko'rishingizni so'rayman. Polniy под ключ hamma narsasi o'ylanib, даже konditsionergacha qo'yilgan. Joyimiz narxi esa ichanda aytib o'tamiz. Qiziqqanlar bo'lsa o'tirmang ko'rishingizni so'rayman. Kanalga obuna bo'linglar va kommentariyingizni ayamanglar. Ketdik. Joyimiz lift ishlaydi. Naziz yurtdoshlar, liftimiz polniy ishlab turibdi. Svet o'chgandan ishlar davom etib jihozlangan ekan. Uyni esa aytib turibdi. Yana bon tarafimizda bir ko'rsatib o'tamiz. Geldik. Yeni eshik 60 metr kvadrat o'rtaqa. Qana girdik, remontdan bir baho beramiz. Dum anjir etib remont etilgan. Ajoyib eshiklar, laminat qo'llanib, ajoyib svetdagi даже aboylarni dum chiroylisini qo'yib turaylar. Bu yerda tualet banimiz obishni bir oladi ikki kanallarda. Ko'p odamlarcha eslatib qolgan bo'lsa, nebida dinlab ishlatgan ekan o'ynaysiz. Bir baho beringlar. Mana dabada o'tishkasi, Aristoni, unitazi, ключаторлары, ban taraf, deshan tarafda udobstvo uchun ne ban tarafda banimiz. Bir baho beringlar. Yarim kafellashtirilgan holatda yana. Endi giraverishdan shitimiz sразу bir yerga ketchaksizlar, uzoqroq joyga ketchaksizlar, shitlarni o'chirib, yoqib sразу ketaverasizlar. Keyin domofonni pastda kim sizni uyingizga kelsa, domofondan jiringlatadi, kvartirani nomerini, indivonni ishlatishni o'zingiz bilasizlar. Keyin bon tarafimizda zalimiz, kuxni ko'rsatmasdan burun ko'p xonadonlarda, uylarda shu narsa bo'lmaydi, kladovkani bir ko'rsatib o'tamiz yana. Patta remontdan chiqqan narsa, hamma narsa turibdi. Kanalizatsiyasi ham o'shan tarafdadir. Kuxnimiz ham bir baho beringlar. 100% remont etilgan под ключ. To'lqin mebel olasiz, g'alo to'shaysiz, kiyim-kechakdan kelib yosh berasiz. Kotelimiz Aqua brendidan. Aynalarimiz, eshiklarimiz ham Aqua brendidan. Bir deshanni manzarasini ko'rsatib o'tamiz. Ya, 8-etajdan vid nechta ekan? To'g'rimi sana? Ban tarafimizda yana maktabdan bir yaqinlashtirib ko'rsatib o'tadi. Maktab bir odamgina. Alaman desangizlar, maktabi yonida. Baqcha ham shaharda joylashgan baqchasi ham. Pastda o'yingohlar, avtoturargohlar hammasi tengda joylashgan. Endi ban tarafga bir qator o'tib, spalnisi zalni bir qator baho beramiz, ko'rsatib o'tamiz. Banimiz spalnina. Necha bu? 3'e 4. Spalnimiz 3'e 4 ekan. Yana aqua radiatorlari, aquaramlari, qoda qo'yinliklarini necha o'ylab qo'ygan ekan. Lyustralarni, abo'yi, neobishning abo'y qo'ydirgan ekan uynasini. Bir baho beramiz, to'g'ri bashdan olib kelib yosh berasizlar. Yana biz zalimiz lyustrasi, aqua даже yonbosh tarafdan yana bolalarni maktabga bersangizlar, ko'rib turadi. Oynasinacha qo'yilgan edi. 9 oxiri. Shu bilan joyning narxini keladigan bo'lsak, avvalgi videolarimizda 360 million bo'lgan, hozir esa 330 milliona geniş beradilar. Pastda uynasini nomeri joylashgan 330 million o'rtaqa 60 metr kvadrat 8-etajda polniy под ключina. Alaman desangizlar, bemalol telefon qilinglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.